Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan varzuqna ittiba'ah ve arinal batila batilan varzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qisqagina va bu sura Hujuralar deb nomlanadi. Bu surani yana bitta nomi Odob surasi deyiladi. Musulmon kishini tabiatida, vujudida bo'lish kerak bo'lgan odoblar haqida so'z ketadi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minashshaytonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloh innalloha samiun alim. Birinchi oyat. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar. Ya'ni Alloh va payg'ambarini iznisiz biror so'zni gapirmanglar, biror qadam bosmanglar, biror ishni qilmanglar. Va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Bugungi asosiy suhbatimizning mazmuni mana shu birinchi oyat haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lum, birodarlar, islomda aqida bor, ibodat bor, muomala bor, odob bor. Bu surada zikr qilingan odoblar har bitta musulmonda bo'lishligi shart. Robbisi bilan bo'ladigan odobi, payg'ambari bilan bo'ladigan odobi, o'zini musulmon birodarlar bilan bo'ladigan odobi. Bu birinchi oyat yana aqidaga ham aloqasi bor. Alloh va rasulidan avval bir qadam bosib yormanglar. Kishi koinotga qarab turib Robbisini taniydi. Uni hikmati, azamati, ulug'ligini taniydi. Rahmatini, adolatini ko'radi. Va Robbisini kalomi bilan bahs, munoqasha qilishlik mumkin emasligini tushunadi. Mo'min uchun Alloh va rasulining so'zi keltirilganda taslim bo'lishidan boshqa chora yo'q. Muhokama qilmaydi, fikrni bildirmaydi. Agar kim shunday qilsa, Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Shu so'zni ko'p qaytaramiz. Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Mo'min odam oyatlarni o'qir ekan sinamaydi. Oyatlar haqida gumon qilmaydi. Agar Robbisini oyatlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini bahs maydoniga olib kelayotgan bo'lsa, demak, bu kishida iymonning yo'qligini bildiradi bu narsa. Sami'na va ata'na. Eshitdik, itoat qildik deydi kim? Mo'min musulmon kishilar. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutahharasi bergan yechim ne to'g'ri demasdan Alloh va rasulining yechimiga teskari bo'lgan yechimlarni ham to'g'ri deyotgan odam Allohni tanimabdi. Endi uni deganing bilan bizni zamonimizga to'g'ri kelmaydi dedimi? Alloh saqlasin, bu odam Allohni tanimabdi. U odam bolasi yozgan qonuni 20 yil ishlab 21-yil problemasi chiqadi. Har yili qonunni yangilash bor, o'zgartirish bor, chunki nuqsonliydi u. Demak, bu sura musulmon kishini Alloh taolo bilan bo'ladigan odobi haqida so'z yuritadi. Kim Allohning yechimidan ko'ra boshqa yechimni to'g'ri deydigan bo'lsa, Allohni tanimabdi bu odam. Shariat berayotgan yechim bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb o'ylanayotgan bo'lsa, demak bu kishi Allohni tanimabdi. Agar biron bir mushkila bor, islom hal qila olmadi uni, ammo odam bolasi chiqargan qonun hal qildi degan fikrda bo'lsa bir odam, bu odam ham Allohni tanimabdi. Yuragi bir kasal odamni tasavvur qiling. Oldida bir kuchli kardiolog turibdi. Kardiolog aytdi unga, uni ko'rib bo'lganidan keyin, tashxis qilib bo'lgandan keyin, siz yurmang iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa gapirmang ham. Yuragingizga og'ir keladi. Yuragingiz to'xtab qolishi mumkin dedi. Desa shu kasalda oldida birga kelgan o'rtog'i savodsiz aytayapti, aytaveradi deyapti. Naborot harakat qil. Harakat qilsang foydasi bor dedi. Mana aytingchi. Bu tabibning oldida bu savodsiz odamning gapirishligi nima deyiladi? Bu tabibni bilmabdi kimligini. Bu dardni nimaligini tushunmabdi.
Bu tabibni oldida bir qadam oldiga bosib yuboribdi. Yuradi, gapiradi, nima bo'ladi? O'ladi. O'ladi. Kim Qur'on va payg'ambarimizning so'ziga xilof yo'l tutgan bo'lsa hayotida, demak Alloh va Rasulining oldida bir qadam oldiga bosib yuboribdi. Bir kasal tabibning oldiga bordida, kirdi. Tabib uni ko'rganidan keyin kasal aytdi. Men aptekaga borib hozir falon dorini olaman, falon qilib davolanaman dedi. Tabib nima deydi? Nima deydi tabib? Ha nimaga keldingiz u meni oldimga bo'lmasam deydi. Biladigan bo'lsangiz nima qilasiz meni vaqtim olib deydi. Mo'minmizmi? Alloh va Rasulining hukmi turgan paytda biz o'zimizning fikrlarimizni bildirishimiz mumkin emas. Aks holda hozir aytayapmiz, Alloh va Rasulidan bir qadam nima qilibmiz? Oldiga bosib yuboribmiz. Agar Allohning kalomini, payg'ambarning so'zini o'zimizning ilmimizga, tajribamizga, tushunchalarimizga taqqoslayotgan bo'lsak, juda ham katta xato qilamiz. Biz kimmiz, birodarlar? Biz kimmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapirayotgan gaplari Robbisi tomonidan yuborilayotgan vahiy. Allohning kalomida, birodarlar, adashlik, botil, nohaqlik bo'lmaydi. Unda ixtilof yo'q, zaiflik yo'q, bironta qarama-qarshilik yo'q. Odam bolasi har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha tajribali bo'lmasin, har qancha uzoq umr ko'rgan bo'lmasin, u maxluq. Maxluqni hamma yo'g'i cheklangan. Umri ham, quvvati ham, moli ham, ilmi ham. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni u ikkisining iznisiz biron so'zga yoki ishga qadam bosmanglar. O'zi mo'min odam qanaqa bo'ladi? Allohning so'zi turganda qanday bo'lishlik kerak? Mavqifi. Astagfirullah. Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biron mo'min va mo'mina uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlarida ixtiyor qilishi joiz emasdir. Ramazon keldi, roza tut deb Alloh buyurdi. Tutsammikin, tutmasammikin? Saratonda bo'lib qoldi-da. Alloh taolo aytdi, 1 yil to'lganda nisob yetgan bo'lsa zakotni ber dedi. Desa, bersammikin? Yo krizis bo'lyapti, ha? Mo'min odamda ixtiyor bo'lmaydi. Mo'min odam eshitdim, itoat qildim deyishlik kerak. Agar o'zini fikrini muqaddam qilsa, Allohdan bir qadam oldiga qadam bosibdi. Bir muslima tabibadan so'rashdi. Ko'p xotinlik haqida fikringiz qanday? Haligi tabiba aytdiki, Alloh Qur'onda muboh qilib qo'ygan narsa ish ustida meni fikrim bo'lish kerakmi dedi. Mana haqiqiy mo'minlarning javobi. Alloh ruxsat berib qo'ygan narsa ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Ya'ni qaytarib aytaman, Alloh va payg'ambarning so'zi turganda mo'min taslim bo'ladi xolos. Fikrni bildirmaydi. Fikrni bildirmaydi. Aytdim-ku, asosiy gap shu haqida bo'ladi bugun. Alloh va Rasulidan bir qadam nima qilibsiz? Ilgarilab ketibsiz, bosib yuboribsiz. Masalan, ribo masalasi bor. Alloh taolo ochiqdan ochiq aytib qo'yibdi, yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Alloh taolo sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi, sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Pul bor, uni aylantirish kerak. Pul topish kerak, daromad qilishlik kerak. Yaxshi, bu bor, qilish kerak shunaqa. Xo'p, qanday qilsa to'g'ri bo'ladi? Shunda inson o'zini noqis aqli bilan eng zo'r yo'li deydi, prosentga berish ekan deydi. Berasan ekan, ishlamaysan ekan, srov kelganda pulni olasan ekan, zo'r ekan deydi. Yana qaytarib aytamiz, o'zini noqis aqli bilan shu xulosaga keldi. O'zi nima deyishlik kerak edi? Riboga berish mumkinmi? Shariat nima deydi bu masalada deganida to'g'ri bo'lar edi. Alloh taolo aytib qo'yibdi, riboni foydasini Alloh taolo yo'q qiladi. Bu hukm. Nima deydi? Biz deydi, hozir kredit olganlarga yaxshi sharoit qilib berdik. 14%ni 10% ga tushirib qo'ydi desa, xursand, hali prosentga pul olganlar 4% tushib berdi. Voy, musulmon odamgachi 0.1%, desa ham olmaydi. Chunki uni ati nima? O'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki u fikrini ishlatishi mumkin emas. Mo'minga Allohning hukmi turganda tamom, taslim bo'lishdan boshqa ishi yo'q.
Riboga pul berib boyayotganlar ehtimol hozir boyayotgan bo'lib ko'rinayotgandir. Allohning hukmi turibdi, xor bo'lishi aniq. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Faqat masala nimada? Vaqtda, ertagami, lekin xor bo'lishida shubha yo'q. Yana qaytarib aytamiz, inson o'zini ojiz aqli bilan, noqis aqli bilan Allohning hukmi turganda o'zi mulohaza qilsa, yutkazadigan faqat o'zi bo'ladi xolos. Undan tashqari odam bolasini o'zini aqliga suyanib chiqargan hukmlari faqat shu dunyosini muolaja qilish uchun chiqarilgan hukm bo'ladi. Oxirat haqida o'ylamaydi inson. Mana o'zini aqliga suyanib turib chiqarilgan hukmlarda qoidalardan bittasi inson hur, o'zi xohlaganda yashash kerak. Hur inson oila qilish qilmaslik ixtiyorida. Xolasa bir necha bir jinsiy partnerlari bo'lishi mumkin. Xo'p, nima bo'ldi shu xulosaning orqasidagi natija? Zino ko'paydi. Valadi zinolar ko'paydi. Jinsiy kasalliklar ko'paydi. Erkak erkakka uylandi, ayol ayolga uylandi. Insoniyatda tomiriga bolta urildi. Oila degan narsani yo'q qildi bular. Farzand ko'rishni xohlamay qo'ydi bular. Karyerasiga almashtirib yubordi oilani ayol kishi. Kim tug'adi endi ayollar karyerada yursa? Yana qaytarib aytaman, o'zlari o'ylab topgan qonunlar bilan jamiyatni tartibga keltirishib oluvdi. Allohning oila degan, farzand degan, er degan, xotin degan yer yuziga qo'ygan sunnatini inkor qilishuvdi, qirilib ketishligi vaqt masalasi qoldi xolos. Odam bolasi faqatgina shu dunyosini obod qilish haqida fikr qiladi. Yechimlari ham shunga yarasha bo'ladi. Ammo shariat insonni ikki dunyoda saodatli bo'lishlikka yetaklaydi. Tasavvur qiling, mana shu yechimlardan bittasini. Bir mamlakatni tasavvur qilinglar, aholisi haddan tashqari ko'payib ketdi. Tabiiy resurslar yetmayapti. Shuning uchun o'sha mamlakatda hukumat qaror qildi. Bitta oilaga bitta farzand. Natija qanaqa bo'ladi? Bitta farzand bo'lishliklari ikkita mumkin emas. Shunda homila bo'lib turgan paytida bu bola qaraydi. Agar qiz bo'lsa, olib tashlaydi. Nima uchun? Abort qiladi. Nima uchun? Shu oilani otasi, erkak kishi o'zini naslini davom etishini xohlab, o'sha bir dona farzandini o'g'il bo'lishini xohlaydi. Endi hamma shuna qilsa, naq o'g'il bola tug'ilaversa, ayollarda nima bo'ladi bir holati? Tushunyapsizmi? Inson bolasi dunyosini isloh qilaman deb bitta qarorda qabul qiladi. Ozginadan keyin uni xatosi chiqadi, uni tuzatadi, uni ham hatto tuzatadi, cheki yo'q. Ammo Alloh taoloning hukmi, shariatning hukmi har qanday zamonga, har qanday makonga mos tushaveradi. Chunki u Robbil alamin tomonidan yuborilgan. Insonning hamma ehtiyojlarini, hamma g'arizalarini chiroyli suratda qanoatlantiradi. Mo'min kishi Alloh va Rasuli hukmi turganda o'zini fikrini bildirmaydi. Allohning manhajiga teskari bo'lgan qarorlarning oqibati achinarli bo'ladi. Mana bir necha yillar avval Avstraliyada 20 millionta qo'yni otib o'ldirib, yerga ko'mib tashlashdi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun bunday qilishdi? Virus masada soppa-soq qo'ylar edi. Iqtisodchilarning tilida chiroyli so'z bor. Spros и предложение deydi. Talab va taklif. Nimaga o'ldirishdi buncha qo'ydi? Chunki agar shu 20 millionta qo'y bozorga kiritilsa, go'shtni, qo'yni narxi tushib ketar edi. Shuning uchun narx-navoni ushlab turishlik uchun 20 millionta qo'yni yo'q qilib ko'mib tashlashdi. Chunki bu qonunlar insonlarning aqliga tayanib turib chiqarilgan qonunlar edi. Ma'qulmi? O'shuncha bittamiz o'zimiz oilamizda 3 ta, 4 ta, 5 ta bolamiz bilan qilayotgan muomalamizda Allohning hukmi emas, o'zimizning tajribamizdan kelib chiqib turib hukm qilib, ularga o'zimizning tushunchamizdan tarbiya beradigan bo'lsak, buni ham oqibati achinarli bo'ladi. 6 ga 7 ga kirgan bolani jo'natib yuboryapti. 10 ga kirib kirmagan bolani Yevropaga jo'natib yuboryapti. Nima deyapti? 3 xil til o'qitar ekan. Yaxshi. Bolani yo'qotib qo'yishini bilmaysanmi sen? U bola 15-14 yoshgacha onani mehriga, otani bir rioyasiga muhtoj. O'zini kimligini ko'rsin, millatini, dinini, urf-odatini tushunsin, keyin jo'nat bolani, birodar. Yo'qotib qo'yasan bolani.
Keyin kelmay qo'yapti ular bu yoqqa. Nima qilaman deydi u yoqda deydi. Ana shu qarorlarda yana bittasiga misol, bir odam boshqa mamlakatga tirikchilik qilgani ko'chib bordi. O'zi bordi. Bor xotin bola chaqasi o'zini yurtida. Endi ko'chib borgan joydagi qonunlardan bittasi, agar shu odamni shu yurtda kelib topayotgan puli oliy darajada bo'lmasa, katta pul topmasa, oilasini olib kelishga ruxsat yo'q ekan. Endi bu odam kelib 1 yil ishlaydi, 2 yil ishlaydi, to oliy darajaga olib chiqqunicha 2 yil, 3 yil, 5 yil ehtimol xotinsiz yuradi. Xotin ham o'zini yurtida ersiz yuradi. Xotinidan uzoq yurgandan keyin nima bo'ladi? Eri yo'q yurib xotini uyda. Bu yerda nima bo'ladi? Qarang, eri xotinni birga qilmaslik, ajratib qo'yishlik sun'iy ravishda. Bu Alloh taoloning sunnatiga xilof bo'lgan ish. Billa bo'lishligi kerak edi. Ana shu qonunda qiluvdi, yana nasl nasab aralashishi, zino, shunga o'xshagan narsa ko'payib ketaveradi. Xulosa, Alloh azza va jallaning ochiq hukmi turganida unga boshqa narsani badil qilib keltirish, uni o'rniga inson o'zini fikrini, ra'yini aytishi Alloh va Rasulining oldida qadam qo'yishlik bo'ladi. Musulmon odam hozir aytganimizdek unaqa bir mulohaza qilib, tekshirib, shu to'g'ri kelarmikin, to'g'ri kelmasmikin deb o'tirmaydi. Allohning hukmimi? Qila olmasa ham nima deydi? Shu to'g'ri deydi. Shuni qila olmayapmiz, lekin shu to'g'ri. Alloh taoloning kitobiga asoslangan nizom bashariyat uchun eng munosib nizom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari odobning eng oliy maqomida edilar. Badr kunida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin uchun joy tanladilar. Shunda Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu kelib so'radi. Nima deb so'radi, qarang. Ya Rasululloh, mana shu yerga to'xtashni Alloh sizga vahiy qildimi? Agar shunday bo'lsa, hech qanday gap so'z yo'q, bo'ysunamiz. Yo bu sizni fikringiz va jang uchun qilgan hiylangizmi deb so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Bal huwa ro'yu val makida." Bu fikr va hiyla. Bu joyga to'xtashlik Rasulullohning shu ishi vahiy emasligini bilganidan keyin Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu aytdiki, unda bu joy yaxshi joy emas dedi. Ya bo'lmabdi Rasululloh, aytganmi, bu joy emas bu, nima deganingiz bu demayapti. Odobni ko'ring. Payg'ambardan oqlab o'tib ketishni xohlamayapti. Diqqat qilinglar, juda ham bir muhim narsa. Kishi o'zining hayotidagi mushkulalardan, alamlardan qutulishni yagona yo'li Allohning yechimi deb qabul qilishi. Hayotidagi mehnat mashaqqatlardan qutulishning yagona yo'li Allohning yechimi desa inson va shunday qila olsa qutuladi hayotdagi mashaqqatlardan. Agar unday demasa, o'zini kallasi bilan yechim chiqaraman desa, bu odamning mushkulasi tugamaydi. G'arblik mutafakkirlardan bittasi o'zini Al-Insan Zalikal Majhul degan kitobida shunday bir fikrni keltiradi. Ya'ni jamiyatda ajrashishlar ko'p, oilalarda buzilish ko'p, bolalar yetim bo'lib ketayotganligi ko'p. Shu muammoni ko'rib, uzoq o'ylanib, izlanib, bir tadqiqot olib borgandan keyin xulosasini qarang. Erkak kishi o'zining ayolidan boshqa ayollarga qaramasligi ko'p mushkulalarning yechimi degan xulosaga keldi. G'ozzul basar. Erkak ko'zini tiysa, juda ko'p muammolarimiz hal bo'lar ekan deyapti. Islom erkakdan nimani talab qiladi? Ayni shu narsani talab qiladi. Ayoldan ham shu narsani talab qiladi. Erkak ham, ayol ham nima qilsin? Ko'zini tiysa, bularning yutida to'lib toshib ketgan muammolar bizda bo'lmaydi. Ma'qulmi? Mana G'arbda turli bahonalar bilan vechirinkalar o'tkazadi. Tug'ilgan kun, 50 yil, 60 yil, qandaydir bir prezentatsiya. Xullas erkak ayol yig'ilib vechirinkaga yig'iladi. Ya'ni o'zini ham ko'rsatib beradi, boshqalarni ham nima qiladi? Ana shu vechirinkaga borgan erkaklar o'zini ayolidan boshqa ayollarga qarab ko'zlarini qondirmoqchi bo'ladi. Ixtilot, erkak ayol aralashadi, bir-biri bilan gaplashadi, vechirinka tugagandan keyin nima bo'ladi? Agar rashq degan sifat qolgan bo'lsa u erkakda, xotini birov bilan gaplashib turganiga borib urishadi. Sen nimaga men bilan gaplashding deydi. Agar rashq degan sifat qolsa. Keyin oila buzilib ketmasa ham bir-biriga nima qiladi? Sog' muomalada turadi. Sababi nima desiz bu mushkulani? Erkak ham ayol ham ko'zini tiysin degan Alloh taoloning hukmidan manhajdan nima bo'lib ketgan bular? Chiqib ketgan.
Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisini iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Kimdir aytishi mumkin, nima endi, umuman aqlimizni ishlatmaymizmi? Ha, ishlatamiz. Qur'onni hukmlarini to'g'rimi, noto'g'rimi deb ishlatmaymiz aqlimizni. Qur'onda bir kamchilik bormikin deb turib izlanib aqlimizni ishlatmaymiz. Balki oyatlarning mo'jizasini o'rganish uchun, son sanoqsiz foydalarini bilishlik uchun, hayotda tatbiq qilishimiz uchun aqlimizni ishlatamiz Qur'on o'qiyotganda. Ammo hukmlarning ustida aqlimizni ishlatmaymiz. Alloh buyurdimi? Buyurdi. Bo'ldi, qilamiz. Alloh qaytardimi? To'xtaymiz. Oqil mu'min Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari turganda o'zini aqlini ishlatmaydi, fikrini oldiga surmaydi. Tasavvur qiling, bir majlis hadis ilmida peshqadam bo'lgan, zamonasining peshqadam muhaddislardan bo'lgan bir odam o'tiribdi, ilm majlisi. Va qolganlar, majlisdagilar, endi bu ilmga endi kirib kelayotgan talaba ilmlar. Bu kishini qadrini bilganligi uchun, bu kishidagi ilmni nimaligini tushunganligi uchun bu majlisda o'tirgan talab ilmlar indamay o'tiradi, sirri bosib, haybati bosib. Endi kimdir gapirsa, hadis ilmi haqida bu olim turganda gapirayotgan bo'lsa, demak bu odam bu olimning qadriga yetmabdi. Qadr qiymatini bilmabdi. Agar bilganda gapirmas edi. Yana qaytaramiz, Allohning payg'ambarda hukmi turganda fikringizni aytyapsizmi? Demak, Allohning va payg'ambarning kimligini tanimabsiz. Qarang, o'zingizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan bir odam oldida shunday turishingiz kerak siz. Sizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan odamning oldida shunday bir turishingiz kerak, jim odob bilan. Endi Alloh va payg'ambarning oldida qanday turish kerak? Agar biz payg'ambarning so'zidan, Alloh taoloning so'zidan fikrimizni ustun qo'ysak, kim bo'lamiz? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisining iznisiz 6-oyatiga keldik. Oyatda shunday deyiladi. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq kimsa biron xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, qilgan ishlaringizga afsus, nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun ana shu xabarni tekshirib olinglar. Mana shu oyatga kelib to'xtagan edik. Bu oyatning nozil bo'lishligining sababi nuzuli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Valid ibn Uqba ismli sahobasini bir qavmni zakotini yig'ib kelishligi uchun yubordi. Ibn Kasir aytadi, ko'p mufassirlar bu oyat Valid ibn Uqba haqida nozil bo'lgan deyshadi. Rasululloh mana shu sahobasini bir qavmni zakotini yig'ib kelishlikka yuboradi. Imom Ahmad bu qissani o'zini musnadida keltiradi. Horis ibn Ziror al-Huzoidan. Horis roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga keldim. U zot meni islomga chaqirdi, men islomga kirdim. Meni zakotga chaqirdilar, unga ham iqror bo'ldim. So'ngra aytdim, yo Rasululloh, men o'z qavmimga borib ularni islomga da'vat qilay, zakotni berishlikka da'vat qilay. Agar ijobat qilsa, zakotini yig'ib to'plab turaman. Siz o'zingiz bir odamingizni yuborasiz, kelib olib ketadi. Rasululloh ruxsat berdilar. Horis roziyallohu anhu borib qavmini islomga da'vat qildi, ular musulmon bo'lishdi. Keyin zakot berishlikka chaqirdi, zakotlarni ham berishdi. Zakotlarni yig'ib Rasulullohni yuboradigan odamini kutib o'tirdi. Belgilangan vaqtda u Rasulullohni yuborgan kishisi kelavermadi. Shunda Horis roziyallohu anhu bizdan bir xato o'tdimikin? Rasulullohdan bir norozilik bir sodir bo'lib qoldimikin bizga nisbatan dedi-da, qavmni ulug'larini chaqirib yuringlar, biz o'zimiz olib boramiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan elchisi, hozir biz ismini aytdik, Valid ibn Uqba kechkibroq borgan edi. Ana shu qavmni yeriga yetganida endi islomni yangi qabul qilishdi ular. Ularning oldiga borsam meni qatl qilib yuborishmasmikin degan qo'rquv qalbiga kirdi-da, ularga uchramasdan yarim yo'ldan qaytib ketdi. Qaytib borib, "Ya Rasululloh, Horis
mendan zakotni man qildi va meni o'ldirmoqchi bo'ldi dedi. Ya'ni yo'q narsani gapirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni so'zini eshitib turib, biror narsa deyishlik yoki biror bir ish qilishlikka shoshilmadilar. Balki aniqlashlik uchun o'zini sahobalardan iborat bir jamoani boyaga qavmga olib yubordi. Ular chiqib kelishyapti zakotlarni olib. Yo'lda ularga yo'l o'qishdi. Rasulullohning elchilari qayoqqa ketyapsizlar? Ha, Rasulullohning oldiga ketyapmiz. Ular so'rashdi, sizlar qayerdan kelyapsizlar? Sizlarning oldinglarga kelyapmiz. Nimaga kelasizlar? Ular aytishdi, Valid ibn Uqba sizlarning oldinglarga kelganda unga zakotni bermabsizlar, uni qatl qilmoqchi bo'libsizlar dedi. Xoris roziyallohu anhu aytdi, Muhammad alayhisalomni haq bilan yuborgan zotga qasamki, uni men ko'rganim ham yo'q, men oldimga kelgani ham yo'q dedi. Keyin Xoris roziyallohu anhu zakotlarni olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Rasululloh so'radilar: "Mana'ta zakata va aradta qatla rasuli?" Zakotni bermabsan, meni elchimni o'ldirmoqchi bo'libsan. Shunda Xoris Rasulullohga aytdiki: "Ya Rasululloh" dedi. "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men uni ko'rmadim. Meni yonimga kelgani ham yo'q. Elchingizni kelmayotganligini ko'rganimdan keyin Alloh va Rasulidan bir g'azab sodir bo'ldimikin bizga nisbatan deb xavotirga kirdim. Keyin mana oldingizga keldik" deb aytdi. Mana shundan keyin shu oyat nozil bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Qaytadan o'qiymiz. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq kishi xabarni olib kelsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmasdan turib, biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, keyin afsus nadomat chekmasliklari uchun ana shu fosiqni olib kelgan xabarini nima qilinglar? Tekshiringlar. Bugungi asosiy mavzuyimiz mana shu bo'ladi. Hasad, shubha gumon, husumat musulmonlar o'rtasiga parokandalikni, bo'linishlikni olib keladi. Bir mushkula sodir bo'ldi, keyin uni hal qilib Alloh tomonidan oyat nozil bo'ldi. Ana shu oyat musulmonlar uchun bir malhamdek bo'ladi. O'tgan darsimizda aytdik. Boshingizdan bir muammoda o'tkazdingiz, muammoga kirdingiz, yo'lini qilib chiqdingiz, xullas hayotingizdan bir ibrat, dars oldingiz shu voqeada. Keyin oyat o'qidingiz yoki hadis eshitdingiz, shariatning hukmini eshitdingiz. Mana shu mushkula haqida. Bilasizmi? Shu oyat, shu hadis, shu hukm qalbingizni tubiga o'yilib yozilib qoladi. Chunki boshingizdan nima qildingiz? O'tkazdingiz. Ko'p oyatlarda, ko'p hadislarda o'qiymiz. Hayotda bo'layotgan mushkulalarning yechimini ko'rsatgan shariatning bir hukmlarini, fatvolarni eshitamiz-ku, lekin beparvo o'tkazib yuboramiz. Qachonki boshimizdan bir qator o'tgandan keyin ine qadriga yetamiz bu oyatlarni, bu hadislarni. Musulmonlarning Alloh taolo bir-biriga mehrli, muhabbatli, bir-biriga bir ko'mak ko'rsatuvchi jamiyat bo'lishini xohladi. Endi musulmonlarning birligini, quvvatini nima ketkazadi? Hasad, gina kudurat, ta'na malomat, shubha gumon. Ana shu siz bilan bizning birligimizni yo'q qiladigan ishlardan bittasi tekshirilmagan xabarni qabul qilib olishlik. Xabarni tekshirmasdan haqiqatda buni qabul qilib olishlik. Alloh taolo aytayapti: "Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar." Mo'min kishi rost gapiradi, adolatli ish tutadi. Fosiq esa yolg'on gapiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ayakunu mu'minu bakhilan?" Mo'min baxil bo'lishi mumkinmi? Qod yakun dedilar Rasululloh. Bo'lishi mumkin. Ayakunu mu'minu jabanan? Mo'min qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun, bo'lib qoladi. Ayakunu mu'minu kazzaban? Mo'min kazzob, yolg'onchi bo'ladimi deganda payg'ambarimiz yo'q deb javob berdilar. Mana keyingi hadisda o'qiymiz. Bu hadis Abu Umoma Bohili roziyallohu anhudan Imom Ahmad keltiradi. Al-mu'minu yutba'u 'ala al-khilali kulliha illa al-kizb wal xiyana. Mo'minning tabiatida har qanday bir sifat bo'lib qolishligi mumkin. Boyagi qo'rqoqlik, baxillik, injiqlik, sergaplik, qaysarlik bular bo'lib qolishi mumkin. Mo'minligicha turaveradi. Faqat yolg'onchilik bilan xiyonat mo'minning tabiatiga hargiz sig'maydi dedi. Mo'minmi, musulmonmi yolg'on gapirmaydi u. Lekin birodarlar, taassub zamonimizda yolg'onni gapirishlik
o'zini haqiqiy mo'minman deb turgan odamning og'zidan ham osonlik bilan chiqib ketadi. Yosh bolalar bilan qilayotgan muomalamizni bilasizlarmi? Bor, kirib tur, hozir men sen chiqishcha turib turaman deydi. Bor, kiyinib chiq deysiz. Kiyingani kirib ketdi, chiqsa yo'qsiz. Subhanalloh. Payg'ambarimiz aytadilar, yolg'on bilan xiyonat mo'minning tabiatiga hargiz kirmaydi. Yolg'on gapirganda mo'min odam undan iymon olib qo'yiladi, birodarlar. Bu keyin qaytarib beriladi istig'for etib tavba qiladigan bo'lsa. Shunda mo'min bo'lmay qoladi. Endi fosiq yolg'onni o'ylanmasdan gapiradi. O'zi fosiq kim desa, fosiq Robbisini hukmidan chiqib ketgan odam. Allohning hukmiga bo'ysunmayotgan odam fosiq deyiladi. Muhaddis olimlardan bir kishi, ana shu muhaddis olimlar hadisni yig'ib, jamlab yurgan davrlarda Basrada bir kishi payg'ambarimizdan bir hadis eshitgan ekan, shuni bilar ekan degan xabarni eshitdi-da, o'sha odam oldiga bordi. Hadisni rivoyat qiladigan odam oldiga. Borsa, haligi hadisni biladigan odam xuddi arpa bordek qilib etagini ko'tarib otiga imlardi. Kel bu yoqqa deb chaqirib. Ya'ni etagini ko'tarsa arpa borda ot kelish kerak. Haligi muhaddis borib qarasa etagida hech narsa yo'q. Otini oldayapti. Haligi odamni hadisini olmasdan, eshitmasdan ketaverdi. Aytdiki, o'zini otiga yolg'on ishlatgan kishidan Rasulullohning hadisi olinmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Muhaddis olimlarimiz qanchalar bir katta mehnat qilib qo'yishgan. Hadisni sahihini nosahihidan, to'g'risini noto'g'risidan ajratishlik uchun. Mo'min kishi adolatli bo'ladi. Adolat bu rostgo'ylik, adolat haq egasini haqqini berishlik. Mana iblis kana minal jin fa fasaqa an amri robbih. Alloh taolo aytadi, iblis jinlardan edi. Fa fasaqa an amri robbih. Parvardigorining amriga bo'ysunishdan bosh tortdi. Ya'ni itoat qilmadi. Fosiq kim ekan? Fosiq gunohni qo'rqmay qilaveradigan odam. Fosiq gunoh ma'siyatda hayo qilmaydi qilishlikda. Shoshilishlik, shoshqaloqlik shaytondan, shoshilmaslik Rahmondan. Sulaymon alayhissalom, bilasizlar, mana tarixda bu kishidaqa podshoh bo'lgan emas va bundan keyin ham bo'lmaydi. Qushlar, parandalar, insu jin u kishini xizmatida turgan. Ana shu o'zini qo'shinini jamlab turgan paytda Hudhud qushini ko'rmay qoldi. Qani u dedi. Ma'lum bir muddatdan keyin keldi, kelib Allohni qo'yib quyoshga sig'inadigan bir qavm bor ekan degan xabarni olib keldi. Shunda Sulaymon alayhisalom nima dedi? Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadibin. Ko'ramiz, rost gapirdingmi, yolg'on gapirdingmi? Shart olmayapti xabarni yoki shart inkor ham qilmayapti. Nima qilamiz deyapti? Tekshiramiz. Payg'ambarimiz aytganlar, al-ajalatu minash shayton va tasabbutu minar rahman. Shoshilishlik shaytondan, shoshilmaslik Rahmondan. Arab mamlakatlarining birida bir 3-4 ta qizlar, dugonalar bittasiga hiyla qilishdi. Hasad qildimi yoki bir adovati bormidi, zino qildi deb turib haligi qizga tuhmat qilishdi. Otasi qizini tekshirishlik uchun shu shifoxonaga olib bordi. Ekspertiza qiladigan odam shoshildi-da, shu homilador ekan deb qo'ydi. Ota sodda bu yerga or, nomus degan narsa bordida qizini o'ldirib qo'ydi. Keyin qizni pokligi ma'lum bo'ldi, ammo ish o'tib bo'lgan edi. Bitta doktorni diagnozi bilan o'sha kasalni yelkalaga ilib olmanglar. U adashgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi doktorda borib, ikkinchi laboratoriyada ham tekshirib ko'ringlar, uchinchisida ham tekshirib ko'ringlar. Mana shunda ham shoshilmaylik-da. Manaqa kasalingiz bor ekan desa, tamom bo'ldi, oldida haqiqatga vahiyda qoldi uni. Olib borginda nariga odamga. Umuman bunaqa kasallik yo'q ekan, bekor aytibdi deydi. Bu sizni prosta nima qilyapti deydi. O'zingizlar bilasizlar nima deyishini. Olaverasiz dorini, endi mana qilib ko'ramiz. Endi mana qilib ko'ramiz, bo'lmadi. Bitta joyda aytilgan analiz bilan o'zingizlar shu kasal benda bor davominglar, shoshilmanglar mana shu masalada ham. Demak, shoshilishlik shaytondan, shoshilmaslik Rahmondan. Kishini jamiyatda tutgan martabasi, mavqei va qancha katta bo'lsa, shunchalar shoshilmasligi zarur. Mana bu oyat birodarlar mo'min uchun manhaj. Endi
qancha bir oilalar buzilib ketgan yolg'on xabar tufayli. Qancha odamlar o'rtasida buzilib ketgan muomalalari tekshirilmagan xabar tufayli. Shuning uchun qaytarib aytaman, odamlarning ustida turgan, rahbar bo'lgan, qozi bo'lgan, odamlarning ishi o'zini qo'lida ushlab turgan odamlar kelgan xabarni tekshirmasdan qaror qabul qilgani shoshilmasligi kerak. Chunki har bitta qabul qilingan qaror uchun qiyomatda javob beriladi. Mavqeingiz qanchalar ulug' bo'lsa, shoshilmasligi shunchalar qattiqroq bo'lishligi kerak. Ikki xil odam. Bittasi qanaqa xabar kelsa, tekshirmay shart haqiqat deb qabul qilib olaveradi. Ikkinchisi qanaqa xabar kelsa, tekshirmasdan yolg'on deb qabul qilmay qo'yaveradi. Shart qabul qiladi yo shart qabul qilmaydi. Mo'min unaqa bo'lmaydi. Tekshirmasdan turib inkor ham qilmaydi, tekshirmasdan turib Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ey iymon keltirganlar, agar bir fosiq sizlarga bir xabarni olib kelsa, keyin qilib qo'ygan ishingizdan pushaymon olmasligi uchun xabarni tekshiringlar. Agar xabar olib kelgan odam mustaqim bo'lsa, ibodatda, taqvoda halol odam bo'ladigan bo'lsa, buni so'zi qabul qilinadi. Aksar holatda fosiq bo'lgan odam yolg'on gapiradi. Fosiq odam yolg'on gapiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar iymon keltirishdi. Payg'ambarimizni vahiy kelishidan avval Quraysh qabilasi qanday laqab bilan chaqirar edi? As-Sodiq al-Amin. Rasululloh hech qachon yolg'on gapirmaganlar va hech qachon xiyonat qilmaganlar. As-Sodiq al-Amin. Kim o'zini bir mo'min birodari haqidagi gumonni yaxshi qilgan bo'lsa, to'g'ri gumon qilgan bo'lsa, bas bu kishi Robbis haqidagi gumonni to'g'ri qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Buxoriy keltirgan hadis, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan, ittaqu da'vatal mazlum. Mazlumning duosidan taqvo qilinglar. Innahu laysa baynaha va baynallohi hijab. Chunki uni duosini ijobat bo'lishligidan Alloh bilan uni o'rtasida to'siq bo'lmaydi. U bilan, uning duosi bilan Allohning o'rtasida to'siq bo'lmaydi. Yana bir rivoyatda garchi kofir bo'lsa ham deyilgan. Tushunalingmi? Sizga kelgan xabarni tekshirmasdan shart qabul qildingiz va shu qabul qilib turib birovga ozor berdingiz, birovga zulm qilib qo'ydingiz. U zulm ko'rdi sizdan. Endi duo qildi sizga. Nima bo'lasiz? Agar kofir bo'lsa ham uni duosini ijobat qiladi Alloh. Demak, tekshirmasdan turib, xabarni qabul qilib, gunohkor bo'lib birovga bir zulm qilib qo'ymaylik, birodarlar. Asarlarda keltiriladi, mo'min kishi 5 ta narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Annal mu'mina la budda lahu min kafirin yuqatilu. Mo'min u bilan urushayotgan kofirdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Va munofiqin yabghaduhu. Uni yomon ko'radigan munofiqdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Va mu'min yahsuduhu. Unga hasad qilayotgan mo'mindan hushyor bo'lishligi kerak. Va shaytonin yaghvihi. Uni adashtirishlik payda yurgan shaytondan ehtiyot bo'lishligi kerak. Va nafsin tardihi. Uni halokatga yetaklaydigan nafsidan. Kofirdan ehtiyot bo'lsin. Munofiqdan ehtiyot bo'lsin. Hasad qiladigan mo'mindan, adashtiradigan shaytondan va halokatga boshlaydigan nafsidan. Sizga bir xabar keldi. Bir fosiq xabar olib keldi. Taqvoli bir birodaringiz haqida. Haligini gapini eshitdingizda bitta sochingiz ham qimillab qo'ymadi. Bu xabarni tekshirishning hojati yo'q. Ammo olib kelingan xabar sizni narigi taqvoli mo'min birodaringiz haqida bir gumonga kirishga sabab bo'lib qoldimi? Endi buni tekshirish kerak. Ma'qulmi? Tekshirish, aniqlash, dalil talab qilishlik lozim. Agar dalil so'ralmagandachi, har kim xohlagan gapini kelib gapiraverar edi. Shuning uchun birodarlar, qozi bir kishi keldi, shikoyat qilib, bir hurmatli, nasl nasabli, bir sharafli kishi ustidan. Qozi boyaga shikoyat qilayotgan odamdan katta mablag'ni olib qo'yadi bu yoqqa garov qilib. Agar uni qilgan da'vosi rost bo'lib chiqsa, qaytarib beradi mablag'ini. Agar hujjat dalilsiz da'vo qilayotgan bo'lsa, boyaga mablag' qoladi. Tushunalingmi? Toki to'g'ri kelgan odamni mahkamaga, sudga nima qilavermasin? Chaqiravermasin.
musulmon kishiga yarashmaydigan sifat bilan musulmon kishini sifatlab bo'lmaydi. Masalan, matematika ilmida akademik bo'lgan odam haqida bu odam 2 ga 3 ni qo'shsangiz 5 ligini bilmaydi deyilsa, bu akademikka nisbatan insofsizlik qilingan bo'ladi. Musulmon kishiga yarashmaydigan sifatlar bilan biroz sifatlab keldimi, hujjat dalilsiz ishonmayman bunga. Chunki o'zingiz unaqa qilmaysiz, qanday qilib birodar? Mana Hodisatul Ifkda Oysha onamiz roziyallohu anhoni zino qildi, Safvon ibn Mu'tal bilan degan gapni tarqatdi munofiqlar. Odamlar tekshirmasdan bir-biriga aytib yurishaverdi bu gapni. Bir oy vahiy to'xtab qoldi. Rasulullohga qattiq aziyat bo'ldi. Abu Bakr Siddiqga aziyat bo'ldi. Musulmonlarda hamma ishlar to'xtab qoldi. Mana shunday holatda odamlar bir-biriga tashib yetkazib yuraverdi, lekin tekshirmadi hech kim. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu ayoli ko'chadan keldida Ayub, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oysha va Safvon haqida aytayotgan gapini eshitdingizmi?" dedi. "Ha, nima qilibdi? Ha, qara-ya. Hamma aytayaptimi?" demadi. To'xtadi ayoliga. "Sen shu ishni qilarmiding?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Men shu ishni qilarmidimmi?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oysha sendan yaxshi, Safvon mendan yaxshi" dedi. Mana shu mavqif eng to'g'ri mavqif edi. Sen ko'rdingmi ko'zing bilan? Yo'q, eshitdim. Eshitganga borib so'rang-da, u ham ko'rmagan bo'ladi o'zi aslida. Bizning muammoyimiz eshitganimizni aytdimmi, bugun faqat shu haqida gaplashamiz. Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, tekshiringlar. Tekshirmasdan, bilmasdan birovga aziyat berib qo'yib, keyin pushaymon yemasligilar uchun. Agarchi bizga kelgan xabarda mana shu oyatga amal qilib turib, har safar tekshirib, dalilni so'raydigan bo'lsak-chi, bizni oldimizda ancha-muncha gapni gapirmay qo'yishadi odamlar. To'g'ri aytyapmanmi? Men bo'pti, to'xtab tur. Shuna dedimi? Turib tur hozir. Telefonni oling. Birodar, sizni mana dedi, palonchi keldi. Shuna dedingizmi deyin-da, kelmaydi oldingizga shu odam. Yo'q, biz uni qilmaymiz, biz eshitamiz. Jon quloqimiz bilan eshitamiz. Ha, keyin nima bo'ldi? Qaranglarda, bitta oyatga amal qilmaslik bilan oilalar buzilib ketyapti. O'sha bitta oyatning hukmiga beparvo bo'lishlik bilan oramiz buzilib ketyapti. Injaakum fasiqun binabayn fatabayyanu. Agar bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa, nima qilinglar? Tekshiringlar. Ayniqsa birodarlar, xabarni tekshirishlik hozirgi zamonda nihoyatda bir zarur bo'lib ketdi. Chunki ommaviy axborot vositalarining imkoniyati juda keng. Xabar tarqatishning imkoniyatlari juda ham bir katta bo'lib ketdi. To'g'rimi? Bitta videoni bosib qo'yasiz YouTube'ga, bo'ldi, dababit video deydi, ketdi shu bilan. Uni kim qo'ydi? Kim tekshiradi? Senzura bormi? Bitta odamning hayoti barbod bo'lib ketishligi, badnom bo'lib ketishligini hech kim o'ylamaydi. Eshitdi, tarqataveradi. Eshitdi, tarqataveradi. Birodarlar, bunday bir xatarli zamonda xabarni, ma'lumotni kim tarqatayotganiga qarash kerak. Aniqlash kerak. Toki bir odamni nima qilmaylik? Badnom qilib qo'ymaylik, o'zimiz bilmagan holda. Mana qilib syomka qilishni ham yig'ishtiravringlar. Kerakmi, kerak emasmi? Uni avrati bor, uni ko'rsatmoqchi bo'lmagan narsasi bor. Bir kishi haqida nojo'ya xabar tarqaldi. Agar shu kishi o'zini bir shubhali o'ringa qo'yib turib, ine shunaqa bir ma'lumotga qolgan bo'lsa, odamlardan xafa bo'lmasin. Musulmon odam o'zini shubhali bo'lgan o'rinlarga qo'ymaydi. Keyin gap tarqasa, odamlarga ma'lumot qilmaydi. Misol, ya'ni bir ma'lum bir rayon bor, u yerda bir narkotik modda sotadigan joy bor, deylik. Shu yerda mashinangiz buzilib qoldi. Yo benzini tugab qoldi. Nima qilish kerak? Tashab ketaversiz, balo qolasiz, hoji aka. O'sha tashab ketsiz balo qolasiz-da. Itarib yurib ketish kerak o'shada. Deydi, "Ona hoji aka mashinasi falon joyda turgan ekan." Musulmon odam o'zini shubha tug'diradigan joyga qo'ymaslik kerak. Keyin odamlar ma'lumot qilsa, odamlarni nima qilmasin? O'pkalamasin. Ali ibn Abi Talib aytadi: "La tada' nafsaka mawdi'at tuham, thumma talumun nasa idza tahamuk." O'zingni tuhmat o'rinlariga qo'yib, keyin odamlar senga tuhmat qilsa, ularni ma'lumot qilma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechalarda birida o'zining ayollaridan Sofiya onamiz bilan ketib borayotganlar qorong'ida. Ikkita sahoba Rasulullohning qarshisidan kelib o'tib ketdi.
Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali ikkala sahobasiga qarab turib, "Ala rislikuma hadihi zawjati" dedilar. "Ey, to'xtanglar. Bu meni ayolim" dedilar. Birodarlar, kim Rasululloh haqida yomon gumon qiladi? Ammo Rasululloh siz bilan bizga dars bo'lishini xohlayaptilar. "Ey, to'xtanglar. Mana meni ayolim." Ya Rasululloh, "Saqizni nima derdik?" deyishganida shayton bor ichinglarda dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Safarga ketyapsiz. Ayolingizni ukasiga, qaynukangizga aytdingiz. "Kelib xabar olib turing uydan. Men 3-4 kun yo'q bo'laman." Ketdingiz. Endi qo'shnilar sizni qaynukangizni tanimaydi. Kunda, 2 kunda bir kelib mashina 1 soat, yarim soat turib, begona mashina erkak kirib chiqyapti, begona mashinada. Endi nima deb o'ylasin qo'shnilar? Ha? Sizdan xato sodir bo'ldi shu yerda. Aytishingiz kerak edi qo'shni chaqirib, "Birodarlar, men bu paloncha kunga safarga ketyapman. Men qaynukamga aytdim, kela xarab turadi, mana odam" deb tanishtirib qo'yishingiz kerak edi. Lekin sizni oilangiz haqida yomon gumon, noto'g'ri bir shubhalar paydo bo'lmasdi. Ma'qulmi? Musulmon kishi odamlar ikki xil tushunishi mumkin bo'lgan ishni qilmaydi. Bir ish qildingiz, odamlar har xil tushunib qoldi. Shunaqa ishni qilmaydi musulmon. Muaviyat ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu mana daholardan bo'lgan, o'zini vaziri Amr ibn al-Osga aytayapti, bu ham daholardan bo'lgan. Amr dedi Muaviyat roziyallohu anhu, "Seni daholiging qay darajada?" Amr ibn al-Os javob berdi, "Qanday bir noqulay ahvolga kirib qolgan bo'lsam, undan chiroyli chiqib ketishning yo'lini topganman. Mushkilga kirgan bo'lsam, chiroyli chiqib ketganman." Muaviya roziyallohu anhu aytdi, "Sen daho emas ekansan. Meni noqulay ahvolga kiritib qo'yadigan ishni qilgan emasman" dedi. Ma'qulmi? Aqlli odam muammoga kirib qolsa chiqib ketishni eplaydi. Dono odam o'sha muammoga kirmayla qo'yaveradi. Alloh taolo Muhammad surasida marhamat qiladi, "Sayahdihim va yuslihu balahum." Alloh ularni hidoyat qiladi va aqllarini yoki ishlarini isloh qiladi. Alloh azza va jalla aqlning salomatligini hidoyat darajasiga ko'tardi. Aqlning sog'lom bo'lishligi hidoyat darajasiga ko'tarildi. Mana qarab turing. Birovga qarz berdingiz, shariatda aytilganda yozib qo'ydingiz. Alloh sizni hidoyat qildi, aqlingizni isloh qildi. Xotirjamsiz. Chunki qarzni berding, yoz yoki guvohlikni keltir dedi, shunga amal qildingiz, Alloh sizni hidoyat qildi, xotirjamsiz. Musulmon kishi Alloh azza va jallani hukmi bilan yashar ekan, qalbi tamomiy xotirjam bo'ladi. Chunki inson uchun nima salohiyatli bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo shariatida aytib qo'ygan. Allohning hukmidan tashqarida yurgan odam aqli joyida bo'la olmaydi. Misol 12. Nima edi u? Qiyomat qoyim bo'lar. Azteklarning kalendari shu 12-yilda 12-chisida 12-oygacha ekan, shu kuni qiyomat bo'lar ekan dedi, dunyo ostin-ustin olib ketdi. Ularda aqllari, ya'ni o kosmosga chiqqan aqli, atomni yorib o'rgan ekan, aqllari qatib qoldi. Nima bo'lar ekan, qiyomat bo'larmikin? Asteroid uchib kelyapti ekan, monchadan keyin yerga tegar ekan, tugayar ekanmiz desa, ularda nima bo'ladi? Tugaydi ular. Musulmon odam nima deydi? Musulmon odam Allohning hukmi bilan yashaganligi uchun Alloh yozgan bo'lsa ketaveramiz deydi. Lekin qiyomatga hali mana ishlar bor. Hali Dajjal bor, Yajuj Majuj, Iso alayhisalom xotirjam. Alloh taolo aytayapti, "Sayahdihim va yuslihu balahum." Alloh hidoyat qiladi ularni va aqllarini isloh qiladi, ishlarini isloh qiladi. Haqiqatni bilmoqchi bo'lgan odam xabar olib kelgan odam bilan nariga odamni yuzlashtiradi. Shunda hozirgi aytilgan oyatga amal qilingan bo'ladi. Shunda juda ko'p mushkulalarni oldi olinadi. Hozir aytdik-ku, telefon qilaman deyinda, keyin safar kelmaydi siz oldingizga. Shu bilan muammolarni oldi yopiladi. Qiz eridan shikoyat qilib otasiga kelib yig'laydi. Ana qildi kuyovim, mana qildi kuyovim deb endi bir dunyo gapni gapiradi. Ota aqlini pastligidan, dunyo qarashini torligidan qizini hamma gapini haqiqatga qabul qiladi-da, kuyov bolasini yomon ko'rib qoladi. Xudodan o'rtasiga so'g'chilik tushadi. Buning o'rniga bu ota oyatga amal qilsa nima qilish kerak edi? To'xta.
To'xta. Telefonni oldi, kuyov bolaga qo'ng'iroq chaldi. Qani kuyov bola bir kelib qo'ying. Keldi kuyov bola. Eshiting-da. Eshiting-da. Shunda qizi aytgan gapni yarmidan ko'proq nima bo'ladi? Yolg'on bo'ladi. To'g'ri aytyapmanmi? Shuning uchun qizi xafa bo'lib kelgan otalar darrov hukm chiqarib olishga shoshilmasdan ikkinchi tomonda ham nima qilaylik? Eshitaylik. Xabarni tekshirmasdan turib qabul qilish ham haddan oshishlik. Xabarni tekshirmay turib uni rad qilish ham haddan oshishlik. Payg'ambarimiz zamonida biror mushkula bo'lsa, Alloh taolo vahiy tushirib hal qilib qo'ydi. Fosig'ida xabarini yolg'onligini bildirdi. Endi payg'ambarimiz o'tib ketdi sallallohu alayhi vasallam. Vahiy to'xtadi. Endi u fosig'ida xabarini yolg'onligini kim fosh qiladi? Alloh fosh qiladi. Agar biz xabarda nima qilsak, qarang, oyatga amal qilsangiz, Alloh taolo fosh qilib beradi. Shu fosig'ida olib kelgan xabarini yolg'onligini. Wa alamu anna fikum rasululloh law yutiikum fi kathirin min al-amr la'anittum. Davom etkazamiz oyatni. Va bilinglarki, oralaringizda Allohning payg'ambari bor. Agar u ko'p ishlarda sizlarga bo'yinsunsa, ya'ni Allohdan vahiy kelishini kutmasdan sizlarda aytgan gapinglar bilan ish qilib qo'ysa, albatta sizlar balo musibatlarga duchor bo'lar edingiz. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni va isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Ana o'shalargina to'g'ri yo'lga yurguvchi zotlardir. Bugungi suhbatimiz birodarlar, ey iymon keltirganlar, agar bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa, bir qavmga haqiqatni bilmasdan turib aziyat yetkazib, keyin afsus nadomat chekmasliklari uchun xabarni nima qilinglar? Tekshiringlar. Inshaalloh suraning davomini keyingi juma davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigran servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zapret olgan bo'lsangiz, kimga tekshirtirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zapret bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statiya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zapretni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Aytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.